Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda R Studio va R dasturlashtirilishini o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Google Chrome brauzeriga kiramiz. R Studio download deb yozaman mana. Demak, posit.co saytidan olsak ham bo'ladi mana. Bu saytga kiramiz. R Studio desktop bor ekan. Birinchisi install R ni yuklab olishimiz kerak. Downloadga o'taman mana bu yerdan. Endi bizda download for Windows tanlashimiz kerak. Mana bu yerda install R turibdi, o'shaning ustiga bosamiz va download mana R turibdi. Endi biz R Studio desktopga ham yuklashni bosamiz. Mana yuklash ketyapti. Demak, bizda yuklab bo'ldi mana. R ni o'zini o'rnatib olamiz birinchi navbatda. O'rnatishni bosdik. Demak, endi kutamiz. Mana. Men ingliz tilini ma'qul ko'raman. OK ni bosdim ingliz tilida. Next ni bosaman. Yana next. Bu yerda hammasi o'z holida turadi. Next. Xo'p. Next ni bosaveraman. R degan papkada turadi. Xo'p, next ni bosaman. Mana bo'ldi. Demak, bizda mana R dasturlashtirilgan o'zi Windowsga o'rnatilyapti. Kutamiz bir qancha vaqt. Mana o'rnatib bo'lindi, finish bosamiz. Endi bizda mana puskdan kirib, oldin ichidan R ni topib olsak bo'ladi. Bu yerda mana R turibdi. Demak, shuni o'zini ustiga bosamiz. Mana bu R ni o'zini kod yozadigan konsoli. Bizda bu yerda ham kod yozsak bo'ladi. Misol uchun mana print salom deb yozishimiz mumkin. Enterni bosadigan bo'lsak, salom deb chiqdi. Misol uchun name deb yozsak mana bu ko'rinishda chiqadi. Bizda bunda new script, source air code, open scriptlar bor. Undan tashqari mana shu yerda biza kod yozsak ham bo'ladi. Undan tashqari men cmd ni poiskdan qidirib olaman. Bu yerdan ham biza R ni ishlatsak bo'ladi. Demak, birinchi R ni bosaman. Mana R hali joylashmagan, ya'ni environmentga qo'shilmagan. Uning uchun biz nima qilamiz? C diskga o'tib olamiz. C diskdan biz R ni topib olishimiz kerak bo'ladi. R mana bizda bin bor ekan. Mana shu bin papkasini ko'chirib olaman va D diskni show more propertiesdan propertiesini tanlayman. Buni bizda environmentga qo'shishimiz kerak. Uni hammada har xil bo'lishi mumkin. Advanced systemga kiraman, settingga. Environment variable bor. Mana shu yerda pass degan joyiga 2 marta bosamiz. Eng pastdan ana bu yerda qo'shib qo'yaman. OK ni bosdik. OK ni bosdik. OK. Endi cmdga yana boshqatdan kiraman. Bu command prompt bo'ladi. Demak, R deb yozib ko'raman. Mana R ishga tushdi. Endi men bu yerda clear deb tozalab olaman. Clear bu yerda ishlamas ekan. Demak, yozib ketsam bo'ladi. Misol uchun name yangi o'zgaruvchi bilan uinfo deyman. Misol uchun year deymanda. Year deb 2025 deyman. Name desam mana name chiqadi. Year desam year chiqadi. Kelinglar bitta plot qilib ko'ramiz. Plot deyman. 1 ga 1 bilan 5 ni plot qilib ber deyman. Enter buyrug'ini bosadigan bo'lsam, mana bitta nuqta hosil bo'ldi. Demak, biz oddiygina plotni mana bu yerda R Studiosida ham ishlatsak bo'lar ekan. Xo'p, endi bundan chiqib ketaman. Yana plot qilishga harakat qilamiz, boshqa ma'lumotni. Demak, uning uchun men nima deyman? X o'zgaruvchisini belgilab olaman. X deyman. C deb qo'ydim. Xo'p. Bu yerda sequence'dan foydalanamiz. Sequence deymiz. Misol uchun minus p dan p gacha 0.1 qadamdan yursin deyman. Mana
x ni ko'radigan bo'lsak, mana bu qiymatlari bor. Demak, y barobar deyman. Misol uchun kosinus x deyman. Y qiymatlarini ham ko'radigan bo'lsak, mana bu qiymat. Endi plot deyman. X, y deyman. Xo'p, bu yerda ozgina xatolik bo'ldi. Demak, mana bu ko'rinishda bo'lishi kerak. Plot deyman. X va y deyman. Mana bizga plot bu ko'rinishda bo'ldi, ko'radigan bo'lsanglar. Demak, men xuddi shunaqa plotga, misol uchun type teng L deb yozadigan bo'lsam, line graph chiqadi. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shunaqa biz boshqa ishlarni ham ko'rsak bo'ladi. Demak, men hozir CMD orqali va o'zida ko'rish kodlanishga tushirishni ko'rdim. RStudio endi Visual Studio Code bor mana menda. Bu ham kod muharrir dasturi hisoblanadi. Misol uchun men bu yerda main.r degan fayl yozaman. Mana bu yerda R ni ham install qilgin deyapti. R ni ham install qilamiz mana. Ya'ni Visual Studio Code uchun. Endi men bu yerda kod yoza olaman bemalol. Xo'p. Demak, bizga xuddi boyagidek yozsak bo'ladi. Demak, x o'zgaruvchisini sequence orqali, ya'ni sequence degani ketma-ketlikda o'zi yaratib beradi. Minus p dan p gacha 0.5 oralig'ida yoki 0.1 oralig'ida yaratib berdiymiz. Qaranglar, shu holatda biz buni ishga tushirishimiz kerak. Extension o'rnatilibdi. Demak, extension o'rnatilgan bo'lsa, buni qanaqa qilib ishga tushirsak bo'ladi? Mana bu yerda run knopkasini bossak, bizda pastda mana ishga tushadi. Xo'p, buning uchun buni o'zini tanlab turib, run knopkasini bosamiz. Xo'p. Bizda nimadir xatolik bo'ldi. Demak, qaytamiz. R ni o'zi turgan ekan mana bu yerda. Xo'p. Demak, boshqatdan ishga tushiramiz. Bizda nima muammo dedi? VS Code R session deyapti. Airline ni ham o'rnatish kerak ekan bu yerda. Masalan, airline deyishimiz kerak. Airline ham chiqsa, o'shandan foydalansak bo'ladi. Xo'p, umuman olganda bu hozir ishlab turibdi, faqat buni print x deyishimiz kerak edi. Xo'p, boshqatdan ishga tushiramiz. Mana x bo'ldi. Endi plot deymiz, boyagidek x, misol uchun cosinus x deymiz. Yana buni ishga tushiradigan bo'lsak, bizda mana grafik kelib chiqdi. Demak, buni ko'rdik. Endi RStudio'ni o'zini ko'rsak, bizda RStudio ham yuklangan. Mana RStudio'ni uстановка qilamiz. Demak, mana yes ni bosamiz. Next ni bosdik, install. Demak, o'rnatilishini kutamiz. Bunga ham bir qancha vaqt olishi mumkin. Mana o'rnatib bo'lindi, finish bosamiz. Endi bizda yana RStudio hosil bo'lgan. Mana bu yerda RStudioni topib olamiz. Xo'p, R bor ekan. Mana RStudio turibdi. RStudioni ochib olamiz. Bu aynan R uchun mo'ljallangan. Demak, 32 bitni tanlaymiz. OK ni bossamiz. Demak, boshqa hech narsasiga tegmadik. Mana RStudio ochilishni boshladi. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda interfeysi mana enable automatic creation report degan yes deb qo'ydim. RStudioni ochib oldim. Mana RStudioni ochib oldik. Ko'radigan bo'lsak, RStudioni interfeysi. Tepada menyulari bor eng kerakli. Bu yerda konsoli bor ekan, terminal, background jobs. Xo'p, bu yerda allow bosamiz. Allow so'raydi, ya'ni ruxsat background ishlash uchun. Va bu yerda environmentlar bo'lishi mumkin. Buni hozir ko'ramiz. History, connection, tutorialda. Bu yerda mana folderlar, papkalar bilan ishlashimiz mumkin.
plotimiz bu yerga chiqadi. Package'larimiz mana bu yerda o'sha package'lar bo'ladi. Shu yerdan oson yuklasak bo'ladi. Help, viewer, presentation hammasi shu yerda. Endi mana bu yerda terminalimiz tepada turibdi. Biz agar mana buni tanlab R script deydigan bo'lsak, tepada kod yozsak bo'ladi. Demak, qanaqa qilib ishlaymiz? Misol uchun print deymiz. Salom deymizda, mana bu yerda runni bosamiz. Birinchi qatorda mana chiqarib berdi. Xuddi shunaqa boyagidek x deymiz. Sequence minus p dan p gacha 0.5 deymiz. Buni ham xuddi shunaqa run knopkasini bosasizlar, mana bu yerda chiqdi. Endi plot deymiz. X o'qi bo'yicha x da y o'qi bo'yicha masalan cosinus x deymiz. Va xohlasak mana bu knopka yoki Ctrl Enter da bossak bo'ladi. Mana Ctrl Enter da bossak plotda chiqdi. Endi mana bu yerda mana o'zgaruvchi joylashdi x bor ekan, number ekan, birdan 126 ta deyapti. Buni qiymatlari juda ko'p. Oralarni kichkina berganimiz uchun mana ko'radigan bo'lsak 126 ta bor. Umuman olganda biz masalan name deb turib yozadigan bo'lsak ham mana bu yerda name ham Ginfo deb tekstligini ko'rsatib berdi. Demak, xuddi shunaqa RStudioda bemalol ishlasak bo'ladi. Hammani ixtiyori o'zida. Xohlaylar RStudioda, xohlaylar VS Code'da, xohlaylar CMD'da farq yo'q. RStudio o'sha yengilroq, ya'ni oddiyroq ishda bajarish uchun yoki tezroq o'rganmoqchi bo'lgan uchun yaxshi variant. Men masalan Visual Studio Code'da ishlashda ma'qul ko'raman, sababi boshqa dasturlar bilan, dasturlash tillari bilan integratsiya qilsak ham bo'ladi va imkoniyati ancha kengroq.